Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga soft strawberry va soft cherry lubrikantlarini to'g'ri ishlatish haqida aytib beraman. Bu tabiiy tarkibli suv asosidagi yoqimli hidga ega bo'lgan namlovchi vosita hisoblanadi. U ayolning tabiiy namligini to'ldirib, har ikkala tomon uchun aloqani yana ham yoqimliroq qiladi va og'riqni, shikastlanishlarni oldini oladi. Har ikkala lubrikant bir xil formulaga ega, faqat aromati bo'yicha farqlanadi. O'zingizga yoqqanini tanlang. Yangi qulupnay yoki shirin gilos hidini. Lubrikantni to'g'ri ishlatish oson. Endi keling, lubrikantni qanday to'g'ri ishlatishni ko'rib chiqamiz. Avval qopqog'idagi himoya plyonkasini olib tashlang, so'ng qopqog'ini oching va kerakli miqdorda gelni qo'lingizga siqib oling. Lubrikantni ayolning tashqi jinsiy a'zolariga, ayniqsa qin kirish qismiga muloyimlik bilan surting. Gelni erkakning jinsiy a'zosiga ham surtib, teng taqsimlang. Endi siz yaqinlikdan noqulayliklarsiz zavqlanishingiz mumkin. Agar sizda aloqa davomida quruqlik sezilsa, lubrikant miqdorini biroz qo'shing. Soft strawberry va soft cherryni massaj geli sifatida ham qo'llash mumkin. Ikkitasi birda ushbu gel vositasi tana massaji uchun ideal hisoblanadi. Ular yopishmaydi, iz qoldirmaydi va yoqimli hid taratadi. Prezervativ bilan ishlatish mutlaqo xavfsiz. Yutib yuborilganda ham ular mutlaqo xavfsizdir. Agar sizda tarkibiy moddalariga allergik reaksiyalar bo'lsa, u holda foydalanmang. Ushbu vositalar kontratsepsiya uchun mo'ljallanmagan. Soft lubrikantlarni intim hayotingizga qo'shing. Ular sizning oilaviy munosabatlaringizni yanada iliq va mustahkam qiladi.